ish. Jannatda eshigini ushlaymiz-ku, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekanlar. Siz bilan mendan zo'ri ham tugatalmagan ishni. Tugamaydi bu. O'lsang ham tugamaydi. Nabarot ishni haqiqiysi o'lgandan keyin boshlanadi. Hatto hayotga javob berish kerak, qilgan ishlarga javob berish kerak. U problema g'ayb. Ish gap qisqasi jannat eshigi ushalganda endi ish tugaydi. Nima demoqchiman? Ish tugamaydi akalar. Unga borib, to'y, futbol, mashinalar bilan o'tirish, ish, panonim bor, po'kinim bor. Ota-ona uyda o'zi yakka o'tiradi, qarigan, 50, 60, 70 yashar. U bizning ikkita nonimizga emas, mehrimizga zor bo'ladi. Mana endi tushunyapsiz hozir. Bolamiz bizni 3 soatda sog'insa, biz bolamizni 30 minutda sog'inamiz.